Akalar, bizda navbatdagi mashinamiz Gentra avtomobili. Gentra avtomat. Bunda bo'layotgan muammolari tavladagi mikrosxemasi отказ qildi. Orqa zatning chirog'i yonib qolgan. Hop, bir hid keldi dedi. Undan keyin orqa chiroqlari yonib o'chmay qolgan. Bunga sabab mana bu mikrosxemadan bo'ladi. Bu tutagan, mana yengil variant. Ko'pincha bu tomondan yonib ketadi. Yengilroq tutabdi bu. Buni hozir o'zimizning uslubimizda olib tashlab, buni perkelka qilib yondirib beramiz. Umuman отказ qilmayotgan darajada, xudo xolasa. Akalar, bu tablomizni ham joyiga qo'yib oldik zapchastlarni. Endi buni bir qadar ko'rsatamiz nima ketishini. Eskisini olib tashlaysizlar joyidan, fen bilan. Fen bo'lmasa olib tashlash qiyin. Xo'p. Mini relay mana bunaqa narsa kerak bo'ladi bizga. Xo'sh, videoda ko'rinyaptimi bilmadim. D882 bo'lishi kerak. Buni bu tomondagi oyoqchasi, uchta oyoqchasi bo'ladi. Bu tomondagisi, chap tomondagisi minus bo'ladi. O'rtadagi relayga komanda beradi. Bu chekkadagi qizil bu tomondan komanda keladi. Mana buni ishlatadi. Bu bunga signal jo'natib relayni qo'shib beradi. 5 volt plus chiqadi bundan. To'g'ridan-to'g'ri relayga olsa ham bo'ladi deganlar uchun. Xo'p, relay 5 voltga ishlamaydi. Shuning uchun mana bunaqa tranzistorga qo'yasizlar. Bu 5 voltni 12 volt minus qilib jo'natadi va shu bilan relayni ishlatadi. Mana bu yerdan mana zatniga chiqib ketish tokimiz bo'ladi. Pastdagi через zamok tok bo'ladi. Через zamokni relayni mana bu oyog'idan mana bu oyog'iga birdaniga berib qo'yasizlar. Uni chiqib ketaveradi. Bu juda ham oson. Video screenshot olsalangan bo'ladi. Mana chiqish kodini mana bu yerga qilasizlar. Komanda kodini. Okey, narxi tekshirayotganda zamokni ochib olmas, zavodi qilib tekshirasizlar. Men birinchi marta tekshirayotganimda zamokni ochib tekshirganman, yonadi deb ancha vaqtimda olgan. Zavodi qilasizlar, keyin bunga minus chiqarib beradi. Plus 5 volt chiqarib beradi. Shunday akalar, ishimizga bitta yurakchan qizartirib qo'yib, obuna bo'lishni unutmaymiz akalar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.